Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib boruvchilar, Agromash Elite jamoasining doimiy obunachilari. Bugun sizlar uchun daladan realniy obzor video tayyorlayapmiz. Hozir kelgan joyimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qalb G'unchasi fermer xo'jaligiga kelganmiz. Xudo xolasa operator akamiz bilan o'zi bilan mana shu dalada realniy video qilyapmiz. Diskli baranamiz Akpel zavodiga tegishli bo'lgan VK 3,5 metr ishchi qamrov kengligiga ega bo'lgan diskli baranamizni bugun dalada ishlash jarayoni va mana shu operator akamizdan o'zini fikrlarini so'raymiz. Mana xudo xolasa. Assalomu alaykum aka. Sog'lik, charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Rahmat. Agar diskli barana haqida o'zingizni xolisona fikringizni bildiring. Hech qanaqa bu kesiladigan joy yo'q, yo'qmasa yolg'ondek ham joy yo'q. Hamma bor, ana bu narsalaringizni ayting, hamma fikrlaringizni ayting. Zo'r ekan, yaxshi. Hamma yo'g'i joyida. Ishlashlaridan qanday? Ko'nglingiz to'ldimi? Ishlari ham zo'r, vazmin, og'ir. Og'irligini aytib ketaylik birdan. 3,5 tonna diskli baranamiz og'irligi. Disklarining diametri yaqinroq olib keling. Akpel zavodiga tegishli Polsha brendi. Disklarining diametri 66 sm bo'ladi. Bunaqa kattalaganli diskli barana yo'q hech qayerda. Diskli baranamiz ishlashdan qanday bo'ldi aka? Bizda servis xizmatimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Mana dalada ishlatib berib, ligirovkalarni qilib berdik. Xudo xolasa akamizga. Zo'r, xudo xolasa yaxshi. Bu kessaga yeydiganlari ham yaxshi mana. Katoglari ham alohida to'xtalib o'tib ketaylik. Boshqa diskli baranalarda bunaqa katogli anavni ko'rmaysizlar. Faqat Akpel zavodiga tegishli bo'lgan diskli baranalarda ushbu katogdan foydalaniladi. Dalada katta kesaklar chiqqan taqdirda ham ushbu katogimiz minimalniy darajada maydalab bera oladi bemalol. Mana shu oddiy men yerni ko'rsatib keting. Oddiygina yerni o'zini salkam qum darajasiga keltirib qo'ygan. Ergashal aka mana ko'rdik, mana birinchi slotda 15 sm gacha oldi, ikkinchi slotda 25 sm gacha oldi. Mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, hattoki o'lchab ham ko'rdik ushbu chuqurliklarini. Bemalol videoni davomida ushbu birinchi slot, ikkinchi slotda qanday chiqqanini hammasini qo'yib o'tib ketamiz xudo xolasa. Katoglari endi umuman alohida tema desa ham bo'ladi. Katoglari og'irligidan ko'rib turibsizlar. Ikkita silindr qo'yilgan. Hech qaysi diskli baranada ikkita silindr ishlatilmaydi. E'tibor beringlar, yaxshilar. Stupitsiyalari maxsus stupitsiya ishlatiladi. Bu stupitsiya 4 yil, 5 yil davomida ishchi holatini yo'qotmaydi o'zini. Vaqtida moylab, yog'lab tursanglar bo'ldi. O'z vazifasini a'lo darajada o'tab beradi. Ergashal aka, xudo xolasa sizlarga ishlaringizga baraka, rivoj, diskadan ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, biz ham xursandmiz aka. Xudo xolasa olmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ham tavsiya berib qolasiz. Akamiz nomerlarini qo'yib ham o'tib ketamiz birdan. Ishonmaganlar uchun men telefon qilib o'zidan so'rasanglar bo'ladi. Bog'dod tumani bo'ylab diskli barana xizmat ko'rsatish ham mavjud. Bemalol chiqsanglar bo'ladi. Ergashal aka, o'zlari chiroyli qilib narxlarni arzon qilib berasiz. Arzon qilib berib, chiroyli qilib urib beradi xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosinglar, diskka qidirayotgan do'stlarga ushbu videoni sekingina jo'natib qo'yinglar. Hammamizga ushbu video manfaatli bo'ladi. Rahmat. Aka, bu diskli baranani yurtdoshlarimizga bemalol tavsiya qila olasizmi?
yurtdoshlarimizga Albatta. Zo'r aka. boshqa baranlardan afzallik jihatlari nimada bu? Maydalash ko'proq aka. O'tni yo'qotish. Akpel zavodiga tegishli bo'lgan vokal diskli baronamizni mana birinchi slet holati bu. Mana ko'rib turibsizlar. Mana birinchi sletda chiqqan holati bu. Hozir chuqurligi necha santimetr bor buni? Bordir, bir 20-25 bor. Lekin agar shu turishida ham 20 da ekvaraversa bo'ladi, ha? Ha, shu bemalol eksa.